Assalomu alaykum dada. O'g'liz 1 yillik xizmatda o'tab keldi. Kakra, skemon o'tlar yulgin, o't. Xo'p bo'ladi. O'rtoq dada, o'g'liz 1 oylik xizmatni a'lo darajada tugatib, bag'ringizga sog'-omon qaytib keldi. O'g'lim, yaxshi kelding o'g'lim, qiynalmadingmi? Qiynalib ketdim dada, yomon qiynaga 1 oylik. Yur, ichkarida gaplashamiz. Qalay bo'ldi xizmat? Qiynalmadingmi? Xabar ham olmading. Yo'q dada, qiynalmadim. Yaxshi hammasi. Qalay bo'ldi xizmat? Qiynalmadingmi? Ha, dada, xizmat qattiq bo'ldi. Ayam qani? Ayam to'yga ketdi. Ayam yopgan nonlarni yomon sog'indim dada. Ha, o'zi 1 oylikka borni 20 kun non olib bordim-ku men. Bormagan kunlari sog'inib qoldim-da. Hozir olib chiqaman. Sutam. Menga qara, bu 1 yillik xizmatda parashyutdan sakradinglarmi? Ha dada, 1 yilda 2 marta sakradim. O'g'lim, anaqa parashyutdan sakradingmi? Ha, parashyut yomon bo'ldi dada. 29 kun parashyutdan sakradim o'zi. Ha, sen 27 kunda kelding. Ketadigan kuni vaqt o'tkazgani ham sakraverdim-da. 5-6 marta sakradim bir kunda. Orada parashyutsiz qora salaban tushib ham sakrab yubordim-da. Yo'q. Ha, yomon xizmat qildim. Ya, anaqa poligonga chiqib otdinglarmi, o'rgatarganmi? Ha, poligonda 40 kun o'quv mashg'ulotini o'tkazdik. Poligon degan davlat bilan urushdik. Yo'q, necha kun? Kuchli akamiz bir kunda mag'lub qilib qaytaverdik. Ha. Anaqa dembillar urmas ekanmi? Dada, hozir dembilla yo'q bo'lib ketgan. Hozir sharoit yaxshi, hammasi zo'r. Dada, dembilni urib qo'ydim. 1 oylikda dembil bo'lar ekan. Ha, yonimda yotgan bolani oti Safarov dembil ekanda. Ya, sen urisha olmasang qana urib qo'yding? U bolani bitta qo'li 10 sm kalta ekanda, har urganda yetmay qolaverdi. Keyin taxmin yurib oqizib qo'ydim. 1 yil davomida bir konsert bo'lar ekanmi? Bilmadim. Konsert bo'lgan bo'lsa bo'lgandir. Men faqat xizmatda yurdim. U yoqda yaxshi xizmat qilganlarni QVZ degan maxsus topshiriqqa jalb qilishar ekan. Men ham qatnashdim. Nima degan ekan u QVZ? QVZ degani Qarachi Vanna Zaynetmi degani. Opaxon, menga tushgan zaifkan ko'rib bering-chi, bonusi bormi ekan? 900 so'm bonusi bor ekan. 9400 so'mmi? 900 aka. 900 so'm ham bo'ladimi? Ha. Ha, 900 so'mga qo'shsangiz necha bo'ladi? 1200 so'm bo'ladi-yu. Astag'firullah, nima deyapsiz? 900 so'm bonusi bor ekan deyapman. Garangmisiz? 900 so'm qanaqa bo'ladi? Nima qanaqa bo'ladi? 900 so'm bonusi bor ekan deyapman. Garangsiz siz. Yaxshimisiz-ku? Ha, yangicha pul chiqdi-da, bilmay qolibsiz, bo'pti. Sizmi deysiz? Qachondan taksida yuradigan bo'lib qoldingiz siz? Peshkom yursiz bo'lmaydi, men o'g'ra qilmasdan. Ha, bozorga borib keling. Kompotga bank olgan ketyapsizmi? Ha, nima qilganingiz bu? Sizni basharangizni ko'rsam hayotga qiziqishlarim so'nib ketyapti-da. Ha, siz ham oy pari emassiz? Men oy bo'laman-da. Konditsioner yoqib qo'ying. Ya, haqqingizni talab qilmayman mashinada, tushundingizmi? O, mashina qiynaladi. Men komfort chaqirganman. Siz komfortda yurguncha kompotni yoping, tushundingizmi? Lalago'mi? Mana sifatli tagli ekan, yumshoq, bolaga botmaydi, allergiya bermaydi, maza qilib uxlar ekan bola. O'zingizga oldingizmi? Yo'q, prikolchi bo'lib qolibsiz-mi? Bu hali qo'rg'alari sindirib tashlaganda baklashib budab yurganlari esingizdan chiqib qoldi. Konditsioner so'rayotdingizmi siz? Hozir bir morgga tushirib qo'yaman, muzli konditsionerda yotasiz. Yomon bir o'limimni kutasiz-da. Chivin kirganmi? Qanaqa chivin? Yana o'lyapti bu odam, yana o'lyapti. Qarab turing, ustingizdan shalba bosaman, klient hurmat qilmayapsiz. Bosib ko'rish, jalbi yechilgungacha kaltaysiz o'zingiz. Kiyo asabga tegmang, zalga chiqayotganman, mazangizni qochirib qo'yaman. Hozir. Shunaqa uraman hozir, shunaqa uraman. Qani kelingchi baqa. Hop, urinchi fura berib turing. Hoppa mana. Kelingchi. Kiyo, qarilik qilib qo'ydim. Qo'yib yuboring. Necha, qaytib menga
hurmat qilasiz. Yo, qo'yvoring, yo. Karislarga sotib yuboraman. Yo.